xabarlar. Assalomu alaykum, studiyada Jasurjon Devxonov. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari, yangi gidroenergetika obyektlarini barpo etish hamda mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish orqali sohada sezilarli natijalarga erishilmoqda. Yaratilgan qo'shimcha quvvatlar esa O'zbekiston gidroenergetikasi salohiyatini nafaqat barqaror holatda saqlash, balki uni yildan yilga ishchi ravishda oshirib borishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa mahalliylashtirish dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar tahsinga sazovordir. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari Farruh Nurullayev. Muhim yo'nalishlarimizdan biri bu sohada mahalliylashtirish darajasini oshirish hisoblanadi. Xabaringiz bor, Bo'stonliq tumanida Markaziy Osiyoda birinchi marotaba gidroagregatlarni ishlab chiqarish zavodi foydalanishga topshirildi. Bugungi kunda ushbu zavodda 300 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi hamda 1 kilovatdan 40 megavatgacha bo'lgan gidroagregatlarni ishlab chiqarish 2025-yilda yo'lga qo'yildi. Yana bir yo'nalishlarimizdan biri bu raqamlashtirish va avtomatlashtirish tizimini rivojlantirish hisoblanadi. Jamiyatimiz tarkibida yagona vaziyatlar markazi tashkil etildi hamda 100 dan ortiq gidroelektrostansiyalarda hamda jamiyatimiz tasarrufidagi suv omborlarida 4700 dan ortiq nazorat o'lchov qurilmalari to'liq avtomatlashtirildi. Siz xabarlar dasturini tingladingiz.